Call chaqir degani yoki telefon qil. Ikki xil ma'nosi bor call'ni. Endi men chaqiraman demoqchi bo'lsak, I call, qaytaring, I call. Sen chaqirasan demoqchi bo'lsangiz ham you call. Shunda call o'zi aytiladi. Endi u chaqiradi bo'lsa he, she calls s qo'yamiz. Callga s qo'shdik. Endi biz chaqiramiz qanaqa bo'ladi? We call, ular chaqiradilar. They call. Call o'zini ishlatyapmiz faqat. Endi mana bitta dona odam chaqiradigan bo'lsa, nimadir bitta dona odam qiladigan bo'lsa, mana shu fe'lga s qo'shib qo'yamiz. Misol uchun, men yuguraman. I run. Sen yugurasan. You run. U yuguradi bo'lsa, he runs. She runs. Biz yuguramiz. We run. Ular yuguradilar. They run. Run mana yoziladi mana. Endi shu so'rashingiz mumkin. Ibrohim aka, nimaga I bilan you ga s qo'shmadik? Bu ham sen yoki men degani. Men yuguraman, men chaqiraman. S qo'shishimiz kerak edi-yu deyishingiz mumkin. Buni qoidasi oddiy. Men va sen degan so'zlarga s qo'shib o'tirmaysiz. Qotib qolgan qoida. Bular mustasno. Shu qoidani bilarmidingiz? Endi menga men o'ylayman, sen o'ylaysan, u o'ylaydi turib kommentariyaga xuddi shunaqa qilib bering. Aytgancha, siz ingliz tilida gapirish xohlamoqchi bo'lsangiz, 0 dan unda onlayn kursimni oling. 2-maygacha skidka bo'lyapti. $100 ga 3 oylik onlayn kursimni olib turib o'rganishingiz mumkin. 3 oyga olasiz onlayn kursni va ishlata olasiz.